10 mingga aksiya sotsam, 5 mingga meniki bo'ladi. Agar bizda 10 mingga aksiya sota olsang, senga tekinga minnat qilib qo'yaman. Xolos, qo'ng'iroq qilishimdan maqsad ishtovimda bir parcha qog'oz turibdi. Adashmasam, bu oxirgi 6 oy ichida ko'rgan eng istiqbolli narsam. 60 soniya vaqt bersangiz, u haqida gapirib beraman. Hozir juda bandman. Kompaniyaning nomi Aerotime International. Bu salohiyatli korxona yangi texnologiyalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Ular antiradarlarning butunlay yangi avlodini ishlab chiqaryapti. Radarlar harbiy sohada ham, fuqarolar uchun ham ayni muddao. Faqatgina hozir ular aksiyalarning donasini 10 sentdan pullamoqda. Tahlilchilarimiz ularning imkoniyatlarini dahshatli baholamoqda. Agar siz 6 ming kiritsangiz, u bir zumda 60 mingga aylanishi mumkin. Xudoyim, bu mening ipotekamga uni yopishingiz mumkin bo'ladi. Jon, yolg'on gapirmayman. Hatto bu bozorda meni g'alabalarimga qarab baho berishlarini emas, mag'lubiyatlarimga qarab baho berishlarini so'raganman, chunki ular kam. Mayli, keling, 4 ming beraman. Bu 40 ming foyda, Jon. Ruxsatingiz bilan hujjatlarni tayyorlayman va kotibam ularni rasmiylashtirish uchun sizga bog'lanadi. Mayli, yaxshi. Ajoyib, Jon. Ishonchingiz uchun rahmat. Bizni markazga xush kelibsiz. Yo'q, sizga rahmat. G'oyat.